Hammaga assalomu alaykum do'stlar. iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Koreyada sotuvga chiqdi. Sizlarga narxlar qiziq bo'lsa, bitta-bitta tanishtirib chiqaman. 19 sentabr bugundan o'zi sotuvga chiqishni boshladi. Qaranglar. Hop, iPhone 17 Pro Max mana o'sha legendarniy yangi chiqqan. Kameralari ham вообще ideal darajada. Narxga keladigan bo'lsak, 1.990.000 won. Buni videoni pastida dollarga bichib yozib qo'yaman. iPhone 17 Pro. Bu rangi ham o'ta boshqacha ekan, qaranglar mana. O'zgacha. Buni narxi 1.790.000 won ekan. Bu ham dollarda yozib qo'yaman pastga. Xo'p, bu iPhone 17 ni o'zi mana iPhone 17 1.290.000 won. Dollarda hammasini yozib hisoblab qo'yaman. Lekin akalar bor. Bu rangi juda boshqacha ekan, mana ko'ringlar. Ideal darajada ingichkaligi ham bir o'zgacha. Kameralari mana. Qaranglar. Yo'q, bunda o'sha 4x keyin 8x gacha yaqinlashtirib rasm yoki video olsa bo'ladi. Xo'p, telefon qimmat emas. O'zbekistonda hali sotuvga chiqqan bo'lsa, narxi qancha bo'lyapti? Buni ham kommentariyada yozib ketasizlar. Ular mana narxi. Biz bugun yetib keldi Koreyaga. Bugun Koreyada sotuvga chiqishni boshladi. Вообще ideal daraja zo'r. Menga yoqdi lekin.